Siz biologiya fanidan kuzgi milliy sertifikat imtihonlariga tayyorgarlik ko'ryapsizmi? Unda bu video aynan siz uchun. Ushbu video davomida biz siz bilan Kenjayev biologiya milliy sertifikat variantlar to'plamidagi birinchi variant yozma ish topshiriqlari savollar tahlilini ko'rib chiqamiz. Demak, tahlilni boshladik. 41-topshiriq. Topshiriq shartiga ko'ra, viadont tovuq zotida patlarining uzunligi 2 juft polimer genlarga bog'liq. Demak, A1, A2. Oyoqlarning uzunligi dominant holda siylanib, retsessiv bo'lganda oyoqlar qisqa bo'lib qoladi. Oyoqlarning qisqa bo'lishiga boshqa bir gen ta'sir etib, u dominant gomozigota holatda normal qisqalikni, heterozigota holatda o'rtacha qisqalikni, retsessiv gomozigota holatda esa juda qisqa bo'lib qolishiga sabab bo'ladi. Oyoqlari juda qisqa jo'jalar tuxumdan chiqmay halok bo'ladi. Jo'jalarning bo'ynida patlar bo'lmasligi patlarning bo'lishiga nisbatan dominant holda siylanib, jinsiy xromosomaga birikadi. Patlarning uzunligi 3 cm, ya'ni uzunligi bo'yicha diheterozigota, oyoqlari uzun, bo'ynida patlari bor xo'roz bilan patlarining uzunligi 2 cm, digomozigota, oyoqlari o'rtacha qisqa, bo'ynida patlari yo'q tovuqlar o'zaro chatishtirildi. Avlodning 25% tuxumni yorib chiqmadi. F1da 4800 ta jo'ja olindi. Demak, topshiriqlarni bajarish tartibi bizga keltirilgan. Bu yerdagi tartibga ko'ra belgilar va ularni boshqaruvchi genlarni, demak, polimer genlarning santimetrdagi uzunligini va ota-onaning genotipini yozishimiz kerak ekan. Pennet katakta gametalar va savollarda so'ralgan avlodlarni ko'rsatishimiz kerak ekan va berilgan ma'lumotlardan foydalangan holda quyidagi 4 topshiriqning javobini topishimiz kerak bo'ladi. Bu savollarga javob berishdan avval masala shartida berilgan fenotiplarini yuzaga chiqaruvchi gen allellarining qanday holatda bo'lishini ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu yerda polimer genlarning har biri, ya'ni dominant va retsessiv allellari qancha santimetr uzunlikni beradi. Mana shularni yoki bo'lmasa bu yerda dominant va retsessiv allellarning fenotiplarini yozib olishimiz kerak bo'ladi. Keling shu ishni amalga oshiramiz. Demak, bizda agar diheterozigota holatda bo'ladigan bo'lsa, ya'ni demak dominant A1, retsessiv A1, dominant A2, retsessiv A2 holatda bo'ladigan bo'lsa, uzunlik 3 cm bo'lar ekan. Yozib qo'yamiz. 3 cm. Retsessiv gomozigota bo'lsa, ya'ni digomozigota bo'lsa, endi bu yerda nega retsessiv digomozigota deyapman? Sababi, agar bu dominant gomozigota bo'lganda, bu 2 cm emas, balki 3 cm dan biroz kattaroq son bo'lishi kerak edi. Sababi, e'tibor bering, diheterozigota bo'lganda o'zi 3 cm. Demak, hammasi dominant bo'lsa 3 cm dan baland bo'lardi. Ya'ni uzunroq bo'lardi. Lekin bu yerda esa 2 cm. Demak, bu yerda barchasi retsessiv holatda bo'lganda uzunlik bizda 2 cm ni ko'rsatar ekan. Xo'p, shunda 4 ta retsessiv allel 2 cm ni bersa, har bitta retsessiv allelning hissasi 0.5 cm bo'ladi. Shunda 4talasi birgalikda 2 cm ni beradi. Xo'sh, unda 3 cm-chi? Bu yerda 2 ta retsessiv allel bor. 2 ta retsessiv allelning hissasi 0.15 dan bo'lganda bizda 1 cm ni ko'rsatadi. Bizda jami 3 cm bo'lganligi uchun 3 cm dan 1 cm ni ayab tashlaydigan bo'lsak, bizda 2 cm qoladi. Demak, mana bu 2 cm endi 2 ta dominant allelga qoldi. Har bir dominant allelning uzunlik hissasini topmoqchi bo'lsam, 2 ni bo'laman 2 ga. Shunda dominant allelning uzunligi 1 cm bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Mana biz polimer genning santimetrdagi uzunligini qanday tahlil qilish kerakligini ko'rib oldik. Endi qolganlarini ko'ramiz. Oyoqlarning uzunligi dominant B orqali boshqarilar ekan. Demak, agar bizda dominant B bo'ladigan bo'lsa, demak uzun oyoqni ko'rsatar ekan. Xo'p, oyoqlarning qisqa bo'lishi esa retsessiv B orqali bo'lar ekan. Ya'ni retsessiv B bo'lsa, bu qisqa oyoqlilikni ko'rsatar ekan. Demak, qisqa oyoqni ko'rsatadi. Endi mana shu qisqa oyoq bo'lgan vaqtda ta'sir etuvchi boshqa bir gen ham bor ekan. Bu genning dominant gomozigota holatda bo'lganda bu normal qisqaligini ko'rsatar ekan. Agar bu heterozigota holatda bo'lib qoladigan bo'lsa, ya'ni mana bunday holatda bo'lib qoladigan bo'lsa, demak o'rtacha qisqalikni ko'rsatar ekan. Agar bu retsessiv gomozigota holatda bo'ladigan bo'lsa esa juda qisqa bo'lishiga sabab bo'lar ekan. Mana shu juda qisqa bo'lgan holatda odatda jo'jalar tuxumdan chiqmay halok bo'lishar ekan. Bundan tashqari, jo'jalarning bo'ynida patlarning bo'lmasligi dominant gen orqali boshqarilib, jinsiy X xromosomaga birikkan ekan. Demak, bu yerda
bo'yni padsiz bo'ladi. Yozib qo'yamiz, bo'yni padsiz. Agar resessiv allel keladigan bo'lsa, X xromosomaga birikib, bunda bo'yni padli bo'ladi. Demak, bo'yni padli. Xo'p, mana shu tariqa demak, genlarni boshqaruvchi allellarni yozib oldik. Endi ota va onaning genotipini yozishimizdan avval biz qushlarda jinsiy xromosomaning qanday holatda bo'lishini ko'rib o'tishimiz kerak bo'ladi. Bu odamlarga nisbatan teskari bo'ladi. Shuning uchun qushlarning demak erkagida jinsiy xromosoma XX holatda, aksincha urg'ochisida esa XY holatda bo'ladi. Demak, mana shuni tushunsangiz, masalaga yechim qilishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi biz masala shartida aytilgan ota va onaning taxminiy, ya'ni to'liq bo'lmagan genotipini yozishga urinib ko'ramiz. Demak, patlarining uzunligi 3 cm, digeterozigota. Bu yerda yozishimiz qiyin bo'lmaydi. Digeterozigota deganligi uchun pat uzunligi bo'yicha, demak, mana bunday ko'rinishda bo'lishini taxmin qilishimiz mumkin. Xo'p, bo'ynida demak patlari bor, oyoqlari uzun. Demak, oyoq uzun bo'ladigan bo'lsa, bizda dominant B allel bor. Bu genning ikkinchi allelining qanday ekanligini bilmayman, shuning uchun men bunday chizib qo'yaman va R bo'yicha ham qanday holatda ekanligini umuman bila olmayman. Sababi R'ning ishlash varianti mana bu resessiv bilan edi. Uzun oyoq bilan kelganda bu ishlamay qoladi. Qanday holatda bo'lishidan qat'iy nazar baribir uzun oyoqlilik fenotipga chiqaveradi. Demak, bizda yana oxirgi belgi bu bo'yinda patlarning borligi. Bo'yinda patlari bor bo'ladigan bo'lsa, bo'yni patli bo'ladigan bo'lsa, X resessivda ko'rinishda bo'lgan bizda xo'rozning genotipi. Bu xo'rozning hozircha kutilayotgan genotipi. Endi tovuqning genotipiga keladigan bo'lsak, uning patining uzunligi demak bizda 2 cm, resessiv gomozigotali, bu yerga yozib olishimiz mumkin mana bunday ko'rinishda. Va demak, oyoqlar o'rtacha qisqa. Oyoq o'rtacha qisqa bo'lish uchun B bo'yicha resessiv gomozigota bo'lish kerak. O'rta qisqalikni ta'minlash uchun mana bu yerdagi kabi heterozigota bo'lish kerak R bo'yicha. Va demak, bo'yinda patlar yo'q ekan. Bo'yinda pat yo'q bo'ladigan bo'lsa, dominant D Y ko'rinishda ekan. Mana shunaqa. Endi olingan avlodning 25% tuxumni yorib chiqmagan. Tuxumni yorib chiqmaganligidan bilishimiz mumkinki, tuxumni yorib chiqmaydigan avlodning genotipi mana bunday ko'rinishda bo'lishi kerak bo'ladi. Bunday bo'lish uchun, mana bunday ko'rinishga ega bo'lish uchun B bo'yicha otada ham, onada ham resessiv allel bo'lish kerak. Bu yerda tovuqda bor, ya'ni onada, otada esa biz hali bilmagandik. Demak, bu B bo'yicha heterozigota bo'lgan ekan. Endi mana bu R bo'yicha ham resessiv gomozigota bo'lish uchun resessiv R allellari otada ham, onada ham bo'lishi kerak. Tabiiyki mana bu yerda tovuqda, ya'ni onada bor. Lekin otadachi? Otada bo'lish ehtimoli qanday? Otada bo'lish ehtimoli, demak, heterozigota yoki resessiv gomozigota holatda bo'lishi mumkin. Xo'sh, buning qaysi biri bizning masalamiz uchun o'rinli bo'ladi? Mana bu yerdagi 25% tuxumni yorib chiqmadi degan ma'lumotni tahlil qilish orqali, demak, xo'rozning genotipi R bo'yicha heterozigotami yoki resessiv gomozigotami buni aniqlab olamiz. Birinchi variantda biz tekshirib ko'ramiz. Demak, mana bunday heterozigota holatni. Heterozigota holatda bo'ladigan bo'lsa, u mana bu tovuq bilan chatishadigan bo'lsa, mana bunday genotipga ega bo'ladigan jo'jalarning kutilayotgan foiz ulushini topishga urinib ko'ramiz. Demak, bu yerda mana bu genotiplilar o'zaro chatishtiriladigan bo'lsa, bizda jami 4 xil variant kuzatiladi. 4 xil variantning 4tasini ham olamiz, chunki bizga hozir mana bu qism qiziq. Shuning uchun 4/4 deb ketamiz, ko'paytirilgan. Bizga B bo'yicha resessiv gomozigota bo'lish kerak. Bu yerda B bo'yicha heterozigota va B bo'yicha resessiv gomozigotalar o'zaro chatishtirilganda resessiv gomozigota bo'lish ehtimoli 1/2 ga teng yoki 2dan 1 ga teng desangiz ham bo'laveradi. Endi bizga R bo'yicha ham resessiv gomozigota bo'lish kerak edi. Ikkalasi ham heterozigota bo'lgan vaziyatda bunday bo'lish ehtimoli bizda demak 1/4 ga teng bo'ladi. Keyingi oxirida uning, ya'ni jo'janing xo'roz yoki tovuq ekanligining ahamiyati yo'q. Shuning uchun jami 2dan 2 ehtimollikni olamiz. Hisoblaydigan bo'lsak 4 × 2 8, 4 × 2 8, 8 × 8 64. 64 ta bo'lar ekan olinadigan avlod, shuning 8 tasi demak nobud bo'lar ekan. Bu qancha foizini tashkil qilishini topmoqchi bo'lsak, buni 100% ga ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Hisoblaydigan bo'lsak, bizda 12,5% tashkil qiladi. Bizning masalamizda esa 25% bo'lishi kerak. Demak, tabiiyki xo'rozning genida R bo'yicha resessiv gomozigota genotip kuzatilgan. Xo'p, buning to'g'ri yoki xato ekanligini keling bu yerni tekshirib olamiz isbotlashimiz uchun. Xo'p,
Bizda hozir faqatgina mana bu yerdagi qism o'zgaradi. Demak, bu 4/4 bo'ladi, bu 1/2 bo'ladi. Endi bu resessiv gomozigota bo'lganda, bu heterozigota bo'lganda, resessiv gomozigota bo'lishi R bo'yicha 1/2 ga teng bo'ladi. Demak, bu 2/2 ligicha turaveradi. Demak, yuqori 8, maxraj 32 foizini topadigan bo'lsak, endi bu bizda 25% ni ko'rsatadi. Demak, mana shu tariqa biz ota va onaning to'liq genotipini aniqlab oldik. Keling, bu yerda xo'rozning mana bu yerdagi R bo'yicha genotipini yozib qo'yishimiz mumkin endi. Bu resessiv gomozigota holatda bo'lgan ekan. Endi bu yerda ulardan hosil bo'lgan gametalarni pennet kataklarga mos ravishda joylashtirish orqali mana bu yerda so'ralgan savollarga javob berishimiz kerak bo'ladi. Keling, buning uchun keyingi sahifaga o'tib olamiz. Xo'p, bu sahifada biz sizga tezroq yechimni tushuntirib berish maqsadida olinadigan gametalarni to'g'ridan-to'g'ri o'zimiz pennet katagiga joylashtirib olganmiz. Endi shu yerda savollarga javob berishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda ahamiyatli jihati jami 4800 ta avlodning olinganligi. Keling, bu yerga yozib qo'yamiz. 4800 ta avlodning olinganligi. Bu 4800 ta avlod mana bu 32 ta katakning hammasiga to'g'ri kelmaydi. Sababi bizda letallar bor edi, ya'ni tuxumdan yorib chiqmaganlar bor edi. Tuxumdan yorib chiqmaydiganlarning genotipi qanday bo'lishi kerak edi? Demak, mana bunday ko'rinishda bo'lishi kerak edi. Biz aynan mana shularni hozir bu yerdan belgilab olamiz va ularni o'yindan chiqaramiz. Mana bu nobud bo'ladi, tuxumdan yorib chiqmasdan. Mana bu nobud bo'ladi. Mana bu va mana bu nobud bo'ladi. Xuddi shunday endi bu yerda bu xo'rozlardan bo'ladigan bo'lsa, tovuqlardan demak, mana bunda xuddi shunaqa vaziyat, mana bunda va mana bu hamda mana bunda nobud bo'lish kuzatiladi. Nega bunaqa deyapman? Chunki ularning genotipida aynan mana bunday holat kuzatiladi. E'tibor bering. Misol uchun deylik, buni sinab ko'radigan bo'lsak, demak B bo'yicha resessiv, R bo'yicha resessiv. Bu yerda ham B bo'yicha ham, R bo'yicha ham resessiv gomozigota. Shuning uchun bular nobud bo'ladi deyapman. Shunda nobud bo'lganlarning soni bizda 8 ta bo'lyapti. Bizda jami mana bu yerda 32 ta katak bor edi. Demak, 24 ta katak bizda bu 4800 ga teng bo'ladi. Keyingi mana bu savollarga javob berishda mana shu proporsiyadan foydalanishimizga to'g'ri keladi. Sababi 8 tasi demak tuxumdan yorib chiqmasdan halok bo'lgan. Olingani esa bu tiriklari degan. Demak, A shartiga javob beramiz. Patning uzunligi 2,5 cm, oyoqlari uzun, bo'yni patli jo'jalar sonini toping. Patning uzunligi 2,5 cm bo'lish uchun demak qanday bo'lish kerak? Patning uzunligi 2,5 cm bo'lish uchun 3 ta resessiv bo'lishi kerak. Keling. Demak, quyiroqdan yozamiz. Demak, 3 ta resessiv bo'lish kerak, bitta dominant bo'lish kerak. Shunda patning uzunligi 2,5 cm bo'ladi. Bular 1,5 ni beradi, bu 1 ni beradi, jami 2,5 bo'ladi. Demak, buning uchun genotip qanday bo'lishi kerak? Buning uchun genotip mana bunday bo'lishi mumkin. Yoki heterozigota bo'lishi mumkin A2 bo'yicha. Keling, shuni ham yozib qo'yaman. Demak, bu 1 mana bunday ko'rinishda bo'lishi mumkin. Va endi buning davomida oyoqlari uzun bo'lishi uchun dominant B alleli bo'lishi kerak. Demak, keyingi R bo'yicha qanday bo'lishining umuman ahamiyati yo'q va bo'ynida patli bo'lishi kerak ekan. Bo'ynida patli bo'lish uchun demak, mana bunday resessiv bo'lishi kerak edi. Jinsning ahamiyati yo'q. Ya'ni mana bunday bo'lishi ham mumkin yoki Y ni olib kelishi ham mumkin. Demak, shunaqalarni pennet katakdan ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, shundaylarni qidiradigan bo'lsam, menda qayerlarda bor? Xo'p, demak, mana bu yerda uchratishim mumkin. Xuddi shunaqa vaziyatni. Demak, mana bu yerga A qo'yib qo'ysam bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunaqa vaziyatni uchratishim mumkin. Xo'p, yana qayerlarda uchratishim mumkin? Yana demak, bu yerda uchratishim mumkin. Bu yerda ham uchratishim mumkin ekan. Bo'ldi menimcha, faqat shu yerlarda xuddi A shartda so'ralgan kabi genotiplar bor. Demak, e'tibor bering, jami 4 tani tashkil qilyapti. Demak, A shartiga javob bermoqchi bo'lsam, 4 tasi qancha bo'ladi degan savolga javob beraman. Bu yerda x ni qiymatini topadigan bo'lsam, menda bu 24 dan 2 marta katta son 8, x ni yozib qo'yamiz 800. Demak, 800 tani tashkil qiladi degan javobni berishimiz kerak edi. A shartimiz uchun bu yerga yozib qo'yamiz. A ga demak 800 chiqish kerak ekan. Unda endi B shartiga javob beramiz. B shartidagi savolga ko'ra tovuqlarning necha foizining patlari 3 cm, oyoqlari normal qisqa bo'ladi deyapti. E'tibor bering, bu yerda tovuqlarning deyapti. Tovuqlarning degani uchun biz faqat mana bu pastki ikki qatorni tekshirishimiz kerak va shu
pastki ikki qatorning ichidan, mana bu belgilab qo'yaman. Mana shu ikki qatorning ichidan demak oyog'i normal qisqa bo'lsin. Demak, patlarning uzunligi 3 sm bo'lsin deyapti. Patning uzunligi 3 sm bo'lishi uchun bizda heterozigotali bo'lishi kerak. Oyoqlari normal qisqa bo'lishi uchun esa nima bo'lishi kerak? Demak, mana bunday ko'rinishda bo'lishi kerak bo'ladi. Xo'p. Shunaqasini qidirishga urinib ko'ramiz bu yerdan. Demak, bu yerda bu to'g'ri kelmaydi. Bu demak heterozigota bo'lib qoladi. Bu to'g'ri kelmaydi. Buni tekshirib ko'radigan bo'lsak, bu heterozigota bo'ladi, to'g'ri kelmaydi. Bu yerda ham heterozigota bo'lar ekan, bu yerda ham heterozigota bo'lar ekan, bu yerda esa resessiv gomozigota bo'lar ekan, to'g'ri kelmas ekan. Bu yerda bu ham to'g'ri kelmaydi. Demak, necha foiz deganda hech qancha chiqmayapti. Demak, B shartimiz uchun javobimiz 0% bo'lishi kerak ekan. C shartida bizdan nima so'ralgan? C shartida oyoqlari o'rtacha qisqa, demak, xo'rozlar sonini toping degan. Oyoqlari o'rtacha qisqa bo'lgan xo'rozlar sonini topmoqchi bo'lsam, C shartini bajarmoqchi bo'lsam, menga qanday geometr kerak bo'ladi? O'rtacha qisqa bo'lish uchun, demak, menga mana bunday bo'lishi kerak va mana bu heterozigota bo'lishi kerak. Yuqoridagi ikki qator bo'ylab qidiraman, chunki shu yerdagilar xo'rozlar hisoblanadi. Demak, bu yerdan qidiradigan bo'lsak, qayerlardan kuzatishimiz mumkin? Demak, aynan mana bu o'xshaydi shunga. Demak, mana bu shunga o'xshaydi va demak, qolaversa mana bu hamda mana bu ham xuddi shunaqa. E'tibor bering. B bo'yicha resessiv gomozigota, R bo'yicha heterozigota. Bu yerda xuddi shunaqa. Endi bu qatorlarda uchraydimi desa, yo'q, bu qatorlarda uchramaydi. Ya'ni aynan nega bularni belgilab olyapman? Sababi mana shularning oyoqlari o'rtacha qisqa xo'rozlar hisoblanadi. Nega bu o'rtacha qisqa emas deydigan bo'lsangiz, bu B bo'yicha dominant. Bu qatorni shuning uchun umuman ola olmayman. Bu yerda ham demak B dominant. Shuning uchun bu qatorni ola olmayman. Bu yerda ham B dominant, bu yerda ham B dominant. Shuning uchun bor yo'q mana bu 4 tasi. 4 ta bo'lganda biz bilardikki, yana 800 tani berardi. Demak, bunga ham 800 degan javobni proporsiyani ishlash orqali ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni shunchaki 800 ta degan yechimni berishingiz kerak emas. Sertifikatda sizdan talab qilinadigan narsa matematik, arifmetik usul orqali yechimni ko'rsatib berishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda biz yuqorida hisoblaganligimiz uchun xuddi shu ko'rinishda yozib ketdik. Endi oxirgi D shartida nima so'ralgan? D shartida bizdan so'ralgan narsa patlari 2 sm bo'lgan tovuqlarning necha foizi uzun oyoqli bo'ladi dedi. Xo'p, yaxshi. Demak, patlari 2 sm bo'lgan tovuqlarni birinchi belgilab olishimiz kerak. Patlari 2 sm bo'lgan tovuq bo'lishi uchun, demak, biz pastki ikki qatordan qidiramiz. Keling, uni men bir qizil rang bilan yoki qora rang bilan yozamiz. 2 sm bo'lishi uchun resessiv gomozigota bo'lishi kerak bo'ladi. Demak, bu qator umuman to'g'ri kelmaydi. Sababi bu yerda dominant allel bor, bu yerda ham dominant allel bor, bu yerda ham, bu yerda ham. Demak, bu yerda ham dominant allel bor, bu yerda ham dominant allel bor. Demak, mana bu 4 ta qatordan demak, mana bu 3 tasi aynan mos kelar ekan. Bizda so'ralgan D shartga. Demak, 3 tasi 2 sm. Shularning necha foiz uzun oyoqli? Uzun oyoqli bo'lish uchun dominant B alleli bo'lsa kifoya. Demak, mana bu mos keladi. Bu mos kelmaydi, bu mos keladi. Demak, bizda 3 tamiz 100% ni tashkil qiladi. 2 tasini topadigan bo'lsak, bu 66,67% ni ko'rsatadi. Demak, D sharti uchun aynan 66,67% degan javobni berishingiz kerak edi. Demak, bu masalaning tahlili xuddi shu ko'rinishda amalga oshirilishi kerak edi. Agar yechimning qaysidir qismi sizga tushunarsiz bo'lgan bo'lsa, videoni ortga qaytaring. Aytilgan so'zlarni, aytilgan gaplarni diqqat bilan eshiting. Albatta yechim tushunarli bo'ladi. 42-topshiriq. Topshiriq shartida demak bizda ekzon va introndan iborat bo'lgan DNK ning qismi ko'rsatilgan va ma'lumotlar berilgan. Intron 1dagi adeninlar va goninlar soni teng. Intron 3dagi timin va sitozin nukleotidlarining nisbati 1 ga 4 bo'lib, ushbu timinlar intron 2dagi goninlar sonidan 2 marta kam. Ekzonlardagi sitozinlarning foiz nisbati mos ravishda 3, 6, 9 nisbatda bo'ladi. Ekzon 2dagi adeninlar soni intron 2dagi timinga nisbatan 1,5 marta ko'p. Ushbu DNK fragmenti asosida sintezlangan oqsil tarkibida 14998 ta peptid bog'i mavjud. Bu yerda stop kodon hisobga olinsin deyilyapti. Intron bu transkripsiya jarayonida qatnashmaydigan DNK ning ma'lum bir qismi deyilgan, ya'ni
oqsil hosil qilmaydigan, oqsilning tuzilishi haqida axborot saqlamaydigan DNKning ma'lum bir qismi hisoblanadi. Demak, biz topshiriqni bajarishimiz kerak. Ekzon va intron qismidagi nuqtalarni yozib chiqqan holda mana bu yerdagi 4 ta savolga javob berishimiz kerak. Bu yerda ekzonning 3-qismidagi adenlar sonini, ekzon va intron qismidagi vodorod bog'larining farqini, ushbu DNK asosida sintezlangan RNKning uzunligini va oxirgi shartida esa DNK dan hosil bo'lgan oqsilning massasini aniqlashimiz so'ralgan. Xo'p, keling biz buning uchun massa shartida aytilgan ma'lumotlarni belgilashlar ko'rinishida belgilab olamiz. Endi shu o'rinda bir narsani ta'kidlab o'tishim kerakki, bu yerda foizlar berilgan, hammasini o'xshadigan bo'lsangiz 100% bo'ladi. Shuning uchun men bu yerda berilgan foizlarni bir boshqacha ko'rinishda yozmoqchiman, ya'ni 100% ni men teng demoqchiman mana shu yerdagi DNK ga, ya'ni 100x ko'rinishda ifodalab olmoqchiman. Shunda ishim ancha oson kechadi. Xo'p, mana bu yerda 10% bu 10x DNK deb tasavvur qilasiz. Bu yerda 30% bu 30x DNK deb tasavvur qilasiz. Xuddi shunday qolganlarini ham. Endi davom etamiz. Intron 1dagi adeninlar va goninlar soni teng. Intron 1da adenin va goninning soni teng degani nima degani? Adenin ham 25%, gonin ham 25%, sitozin ham 25%, timin ham 25% degan. Shunda mana bu 30x bo'ladigan bo'lsa, 30x ning 25% ni tashkil qiladi adenin nukleotidlari soni. Demak, bu yerdagi adenin nukleotidlarini yozmoqchi bo'lsam, 30 ning 4dan birini yozishim kerak bo'ladi. Bu 7,5x degan. Goninlarni yozmoqchi bo'lsam, goninlar ham xuddi shunga teng. Bu 7,5x. Agar adenin, timin, gonin hamda sitozin nukleotidlarini qo'shib chiqadigan bo'lsam, 30x ni beradi. Yaxshi, davom etamiz. Intron 3dagi timin va sitozin nukleotidlarining nisbati 1 ga 4. E'tibor bering, timin va sitozin bular pirimidin asoslarini tashkil qiladi. Pirimidin asoslari birgalikda 50% ni berish kerak. Demak, 1x plus 4x bizda 50% bo'lishi kerak bo'lsa, 5x ning qiymati 50%, har bir x ning qiymati 10%. Demak, intron 3 ning tarkibidagi timinning foizi 10%, sitozinning foizi esa 40% bo'lgan. Jami 15x DNK bor. Mana shu 15x DNK da timinning sonini topmoqchi bo'lsam, 15 ni 0,1 ga, ya'ni 10% ni topishga urinaman. Shunda menda bu 1,5x chiqadi. Endi e'tibor bering, sitozinlar soni undan 4 marta ko'p bo'lganligi uchun foizda ham, sonda ham bu 6x ni beradi. Ikkilasini qo'shadigan bo'lsam 7,5, ya'ni 15 ning yarmini beryapti. Pirimidinlar DNK ning yarmini beradi. Demak, to'g'ri ketyapmiz hozircha. Va shu yerdagi timinlar intron 2dagi goninlardan 2 marta kam. Demak, intron 2dagi goninlarning soni timindan 2 marta ko'p bo'ladi. Bu yerda 3x bo'ladi. Adeninlarning sonini topmoqchi bo'lsam 2x bo'ladi. 2x qayerdan keldi? Adenin va gonin bu purin asoslari. Purinlar DNK ning yarmini tashkil qilish kerak. Bizda jami 10% bu 10x dedim. 10x ning yarmi 5x ni beradi. Demak, to'g'ri qildik. Navbatdagi ma'lumot ekzonlardagi sitozinlarning foiz nisbati mos ravishda, ya'ni ekzon 1da 3 bo'lsa, ekzon 2da 6, ekzon 3da 9 kabi nisbatda bo'ladi. Ekzon 2dagi adeninlar soni, demak, e'tibor bering, ekzon 2dagi adenin nukleotidlarining soni intron 2dagi timinga qaraganda, ya'ni mana bu yerda timin 2x bo'ladi, adenin 2x bo'lganligi uchun, demak, 1,5 marta ko'p. Demak, bu yerda bu 3x ga teng bo'ladi. Shu yerda men goninning yoki sitozinning sonini topmoqchi bo'lsam, nima qilaman? Demak, sitozinning sonini topmoqchi bo'lsam, bu yerda sitozin teng bo'ladi deyman. Jami 15x bo'lganligi uchun, buning yarmini berishim uchun sitozin menda 4,5x bo'lishi kerak. Chunki 15 ning yarmi 7,5 da. Bu yerga 4,5x deyman. Demak, ekzon 2dagi sitozin nukleotidlarining soni, e'tibor bering, 4,5x ga teng ekan. Endi menga sitozinlarning foiz nisbati berilgan. Shuning uchun hozir bu yerda men sitozinning foiz bo'lishini topib olishim kerak bo'ladi ekzon 2da. Buning uchun men nima qilaman? Mana bu demak 4,5x, ya'ni sitozinning sonini DNKdagi jami nukleotidlar soniga bo'lib yuboraman. DNKdagi jami nukleotidlar qancha deydigan bo'lsangiz, menda bu 15x ga teng edi. Foizni topmoqchi bo'lsam 100% ga ko'paytiramiz. Demak, 4,5 ni 15 ga bo'lgan bo'lsak, bizda 0,3, foizda esa bu 30% degan. Demak, bu yerdagi foiz 30% ekan. Demak, mana bu 3, 6, 9 nisbat degani bu 1, 2, 3 nisbat degan. O'rtada 30% turgan bo'lsa,
Demak, bu yerda buning yarmicha miqdorda bo'ladi. Bu bizda necha foizni tashkil qiladi? Albatta 15% ni tashkil qiladi. Demak, bu miqdor esa bunga qaraganda 3 marta ko'p bo'ladigan bo'lsa, bu miqdor bizda 45% ni ko'rsatadi. Demak, shundan xulosa qilsak bo'ladiki, ekzon 1 tarkibidagi sitozin nukleotidlarining foiz ulushi bizda teng ekan 15%. 15% bo'ladigan bo'lsa, bizda jami 10x edi. 10x bo'lganligi uchun sonni topmoqchi bo'lsam, 10x ni ko'paytiramiz 0.15 ga. Shunda bizda ularning soni 1.5x ga teng bo'ladi. Adenlarning sonini ham xuddi shunday topib olishim mumkin. Qanday topib olaman? Bu bir vaqtning o'zida guaninga ham teng-ku. Shunda bu ikkalasi qo'shilganda go'yoki purin bo'ladigan bo'lsa, DNKning yarmini berish kerak. Yarmi bo'lish uchun bu 5. 5 bo'lish uchun bu yerda adenin 3.5 x ga teng bo'lishi kerak bo'ladi. Xuddi shunday taxil ishlarni amalga oshiraman ekzon 3 uchun ham. Ekzon 3 da sitozinlarning foiz ulushi 45% bo'lganligi uchun mana bu 15% 15x bo'ladigan bo'lsa, 15x ning men topishim kerak bo'ladi 45%. Demak, 15x ning 45% ni topadigan bo'lsak, bizda bu 9 bu yerda e'tibor bering. Mana bu foizni yozishda xato qilibmiz. Masalaning asl variantida bu yerdagi foiz 20% ekan. 20% bo'lganligi uchun bu aynan 9x ni tashkil qiladi. Shu yerga ahamiyatli bo'lasiz. Va adeninlar soniga e'tibor beradigan bo'lsak, adeninlarning sonini topmoqchi bo'lsa, 5% ni topishim kerak bo'ladi. Chunki yarmini tashkil qiladigan bo'lsa, 45 ga 45 ni qo'shadigan bo'lsak, sitozin va guanin 90, adenin va timinga 10 qiladi. Bu 5%. Bu 1x degan. Yaxshi. Biz DNKdagi jami hamma nukleotidlarning qanday nisbatda bo'lishini yozib oldik. Endi bevosita savolga javob berishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda mana bu 20% ekanligiga chalg'imasangiz bo'ldi. Hammasi joyida. Xo'p. Bizda so'ralgan narsa birinchida ekzon 3 dagi adeninlar sonini topishimiz kerak ekan. Ekzon 3 dagi adeninlar sonini topmoqchi bo'lsak, A shartini bajarmoqchi bo'lsak, ekzon 3 dagi adeninlarning soni bizda 1x ga teng. Xo'p, buning uchun yana bir hisob-kitob ishlarini amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. E'tibor bering, bizda jami oqsil tarkibida 14998 ta peptid bog'i bor edi. Shuncha peptid bog'i bo'ladigan bo'lsa, aminokislotlarning soni qancha bo'lishi kerak? Albatta 14999 ta bo'lishi kerak. Hisob kitobni ham hisobga oladigan bo'lsak, plus 1 bo'ladi. Shunda bizda go'yoki jami 15000 ta aminokislotaga mos keladigan nukleotid bor informatsion RNKning tarkibida. Yo'q. Shuncha aminokislota bo'ladi. Informatsion RNKning tarkibidagi nukleotidlar sonini topmoqchi bo'lsak, mana shu 15000 miqdorini ko'paytirishimiz kerak bo'ladi bu yerda 3 ga. 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bizda bu 45000 ta nukleotid chiqadi. Endi 45000 ta bo'ladigan bo'lsa, DNKning ekzon qismidagi nukleotidlar sonini topmoqchi bo'lsam, demak, DNKning oqsil sintezi uchun javobgar bo'lgan qismidagi nukleotidlar sonini topmoqchi bo'lsam, buni ko'paytiraman 2 ga. Demak, bunda men 90000 degan natijaga erishaman. 90000 ni bu qancha qiymat beradi? Mana bu yerdagi 10x, mana bu yerdagi 15x va mana bu yerdagi 20x lar beradi. O'zaro bularni bir-biriga qo'shadigan bo'lsam, menda demak 45x ning qiymati teng bo'lar ekan 90000 ga. Bitta x ning qiymatini topib oladigan bo'lsam, shu yerda 90 da bo'ladigan bo'lsak 2, demak 2000 tani tashkil qilar ekan. Ya'ni bitta x ning qiymati 2000 ta nukleotidga to'g'ri kelar ekan. Xo'p, A shartiga endi javob bersak bo'ladi. Ekzon 3 dagi adeninlar sonini topmoqchi bo'lsak, bu 1x ga teng edi. 1x ning qiymati esa bizda 2000 ga teng. Demak, 2000 ta degan javobni berishimiz kerak. Xo'p, B shartida nima so'ralgan? B shartida DNKning ekzon qismidagi vodorod bog'lar va intron qismidagi vodorod bog'larning farqini topish so'ralgan. DNKning ekzon qismidagi vodorod bog'lar sonini topmoqchi bo'lsam, DNKning ekzon qismidagi jami nukleotidlar soniga guaninlarni qo'shib qo'yishim kerak bo'ladi. Buning uchun mana bu yerda 10x, mana bu yerda 15x, bu yerda 20x. Jami qo'shadigan bo'lsam, demak 45x ni beradi. Plus endi unga guaninlarning sonini qo'shib qo'yadigan bo'lsak, bu yerda sitozin yoki guanin bir xil baribir 1,5. Bu yerda 4,5 qo'shadigan bo'lsak, demak 5, 6. Bu yerda esa 9 qo'shadigan bo'lsak, 15x bo'ladi. Jami ekzon qismidagi vodorod bog'larining soni bizda 60x ga teng bo'ladi. Intron qismidagi vodorod bog'lar sonini topmoqchi bo'lsak ham xuddi shu ishni amalga oshiramiz. Bu yerda bular endi 30, 10, 40, 55. Demak, jami nukleotidlar 55x. Ularga guaninlarning sonini qo'shadigan bo'lsak, bu yerda
bizda 7,5x. Xo'p, bu yerda keyingi intron qismida 3, 10,5. Bunga 6 ni qo'shadigan bo'lsak, 16,5 ni tashkil qiladi. Endi bularni o'zaro qo'shadigan bo'lsam, menda demak 60, 71,5x ni ko'rsatadi. Farqini so'raganlik uchun ayirib yuboradigan bo'lsam, menda 11,5x ni ko'rsatadi. Bu qiymat qanchaga teng bo'lishini topmoqchi bo'lsam, buni 2000 ga ko'paytirishimga to'g'ri keladi. 2000 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bizda bu 23 mingta vodorod bog'iga to'g'ri keladi. Demak, mana shu javobni berishimiz kerak bo'ladi. S shartida nima so'ralgan? S shartida ushbu DNK asosida sintetlangan informatsion RNK uzunligini topish so'ralgan. Informatsion RNKning uzunligini topmoqchi bo'lsak, biz mana bu yerda informatsion RNKdagi nukleotidlar sonini yozib qo'yganmiz. Mana shuni, demak, ko'paytirishimiz kerak bo'ladi 0,134 ga. Xo'p. Demak, 45 mingta nukleotid saqlagan informatsion RNKning uzunligi teng bo'ladi bizga mana bu qiymatga. Demak, 15300 nanometr. Xo'p, D shartida nima so'ralgan? D shartida DNK dan hosil bo'lgan oqsilning massasini top degan. Oqsilning massasini topmoqchi bo'lsam, bu yerda peptid bog'iga 1 ni qo'shib, oqsildagi aminokislotalar sonini topib olamiz. Buni topganmiz biz yuqorida 14999. Demak, massasini topmoqchi bo'lsak, bitta aminokislotaning o'rtacha massasiga bo'lamiz oqsil tarkibidagi. Bu bizda 120 ga teng. Demak, bu yerda demak siz suvning massasini hisobga olmasligingiz kerak bo'ladi. Ya'ni har bir aminokislot tarkibida. Shuning uchun 120 ga ko'paytiryapmiz. Mana shu joyiga diqqatli bo'lasiz. Demak, bizda massa 1,799,880 daltonga teng bo'ladi. 42-topshiriq uchun xuddi shu ko'rinishdagi yechimlarni bersangiz, milliy sertifikat imtihonida maksimal balga ega bo'lasiz. Birinchi variant yozma topshiriqlarning eng so'nggisi 43-topshiriq. Topshiriq shartida aytilishicha, o'simlik mikrosporatitlarining 40% dan mikrospora hosil qilgan. Hosil bo'lgan mikrosporalarning 4dan 3 qismidan chang hosil bo'ldi. Changlarning yarmi spermiya hosil bo'lishda qatnashdi. Spermiyalarning 4dan 1 qismidan urug' hosil bo'ldi. Jami chang donachalari va changni hosil qilgan mikrosporalar soni 2448 ta. Mikrospora hosil qilishda qatnashmagan mikrosporotit va urug'lanishda qatnashgan spermiyalardagi jami xromosomalarning soni 22950 ta bo'ldi. Topshiriqlarni bajarish tartibi demak, o'simlikda urug'lanish bilan bog'liq jarayonlarni to'liq yoritib berishimiz kerak va quyidagi savollar, ya'ni urug'lanishda qatnashmagan spermiyalar sonini topishimiz kerak, jami mikrosporalar urug'lar sonidan nechtaga ko'p ekanligini va dastlabki mikrosporatitlardagi xromosomalar sonini topishimiz kerak bo'ladi. Keling, bu jarayonda borishimiz mumkin bo'lgan o'simlikdagi demak gametogenez jarayoni, ya'ni spermiyalarning hosil bo'lishi bilan bog'liq jarayonni tasvirlab o'tamiz. Demak, bizda dastlabki mikrosporatitlardan boshlaymiz. Birlamchi jinsiy hujayralardan demak, bizda dastlab mikrosporotit bo'ladi. Bu tomondan yozganimiz yaxshiroq. Mikrosporotit. Xo'p, mikrosporatitlar bilamizki, mikrosporalarni hosil qilishadi. Demak, bu yerga mikrospora deb yozib qo'yishimiz mumkin. Keyinchalik bu mikrosporalardan demak chang donasi hosil bo'ladi. Har bittasidan bittadan. Va endi bu chang donasining har bittasida demak spermiya bo'ladi. Ikkitadan spermiya hosil qiladi har biri. Demak, spermiya. Mikrosporotit esa bittasi 4 ta mikrosporani hosil qiladi. Endi biz bu yerda demak quyi qismida jami sonlarini yozamiz. Jami mikrosporotit, jami mikrospora va hokazo jami sperm. Yuqori qismida esa demak qatnashganini yozamiz. Yozib qo'yay bu yerga qatnashgan qiymatlarni ko'rsatib o'tamiz. Demak, qatnashmaganini esa jamidan qatnashganini ayirib tashlash orqali topib olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, demak biz boshladik. Jami mikrosporatitning 40% dan mikrospora hosil bo'lgan. Demak, jami mikrosporatitning sonini men bir son ko'rinishda tanlab oladigan bo'lsam, demak 40% bo'lganligi uchun keling bu yerda jami miqdorini 10x deylik. Shunda uning 40% mikrospora hosil qilgan bo'lsa, mikrospora hosil qilishda qatnashgan mikrosporatitlarning soni demak bizda 4x ga teng bo'ladi. Bu yerda yozib qo'yishimiz ham mumkin. Bu 100% edi. Biz uning 40% miqdorini topib oldik. Bu 4x bo'ldi. Endi bitta mikrosporotit 4 ta mikrospora hosil qiladigan bo'lsa, demak 4x ta mikrosporotit jami hisobda
16x ta mikrospora hosil qiladi. Bu mikrosporalarning 4 dan 3 qismidan chang hosil bo'lgan. Demak, bu bizda jami 4 qism bo'ladigan bo'lsa, bu yerda 3 qismini topib oladigan bo'lsak, bizda bu 12x ga to'g'ri keladi. Demak, jami 16x ta mikrosporaning 12x qismi chang donasini hosil qilishda qatnashgan. Bitta mikrospora bitta chang donasini hosil qiladigan bo'lsa, bu yerda 12x ta chang donasi hosil bo'ladi. Yaxshi. Endi bu yerda mana shu chang donalarining yarmi spermiya hosil qilishda qatnashgan. Bu yerda yarmi degan so'zga e'tibor bering. Demak, bu jami bir qism bo'ladigan bo'lsa, yarmi, ya'ni 0.5 qism topadigan bo'lsak, bu yerda bu 6x ga teng bo'ladi. Demak, 6x ta chang donasi spermiya hosil qilishda qatnashgan. Odatda bitta chang donasi ikkita spermiya hosil qiladi. 6x ta chang donasi esa jami hisobda 12x ta nima hosil qiladi? Spermiyalarni hosil qiladi. Va bu spermiyalarning 4 dan 1 qismidan urug' hosil bo'lgan. Ya'ni 4 dan 1 qismi urug' hosil bo'lishda qatnashgan. Demak, bu jami 4 qism bo'lgan bo'lsa, 1 qismini topmoqchi bo'lsak, bu yerda bu 3x ga teng bo'lar ekan. Xo'p, yaxshi. Endi biz mana bu yerdagi sonlarni ishlatamiz. Jami chang donachalari va changni hosil qilgan mikrosporalarning soni 2448 ta ekan. Jami chang donachalari deyilganda bu yerda 12x nazarda tutilyapti. Demak, bu yerga yozamiz boshqa rang bilan. Demak, 12x plus chang hosil qilgan mikrospora. Mikrospora hosil qilganlari bu yerda 12x. Demak, 12x ning qiymati teng bo'lyapti 2448 ga. Bu yerda qo'shadigan bo'lsak, bu 24 x ning qiymati teng bo'ladi 2448 ga. X ning qiymatini topadigan bo'lsak, bu bizda 102 ga teng bo'ladi. Demak, bitta x ning qiymati 102 ga teng ekan. Endi bu o'simlikning xromosoma sonini ham topib olishim kerak. Buning uchun menga ma'lumot berilganki, mikrospora hosil qilishda qatnashmagan mikrosporatsit. Demak, qatnashmagan mikrosporatsit topmoqchi bo'lsam, 10x dan 4x ni ayiraman. Menda bu 6x ni beradi. Demak, 6x va urug'lanishda qatnashgan spermiyalar. Urug'lanishda qatnashgan spermiyalar bu 3x. Demak, 3x. Mana bu 6x da mikrosporatsitning sonini topmoqchi bo'lsam, demak, 6 ni ko'paytiramiz 102 ga. Agar 6 ni demak 102 ga ko'paytiradigan bo'lsam, menda 612 chiqadi. Demak, bu yerda 612 ta mikrosporatsitdagi xromosoma va 3x dagi spermiya. 3x da spermiyani topmoqchi bo'lsam, 102 ni 3 ga ko'paytiraman, 306 chiqadi. Demak, 306 ta spermiyadagi xromosoma. Biz bilamizki, mikrosporatsitning to'plami 2n, shuning uchun buni ko'paytiramiz 2n ga, bu esa n. Buni ko'paytiramiz n ga. Buni 2n ga ko'paytiradigan bo'lsak, demak 1220 to'g'ri chiqadi. Unga 306 ni qo'shadigan bo'lsak, 1520 chiqadi. 1520 n bo'ladi. Demak, bizda 1520 n ning qiymati teng bo'lyapti. Mana bu yerda aytilgan 22950. 22950. N ning qiymatini topadigan bo'lsak, shu yerda 15 chiqadi. Yaxshi. Biz endi noma'lum o'simlikning n to'plamini ham bilamiz. Mana bu yerdagi qatnashgan, qatnashmagan hujayralarning sonini ham bilishimiz mumkin bo'ladi. Bevosita savollarga javob berishimiz mumkin. Demak, savollarga javob berib boshladik. Bizda A shartida so'ralgan narsa nima edi? Urug'lanishda qatnashmagan spermiyalar sonini topishimiz kerak. Urug'lanishda qatnashgan spermiyalar 3x, jami 12x, demak qatnashmagan 9x. 9x ni qiymatini topmoqchi bo'lsak, 9 ni ko'paytiramiz 102 ga, bu 918 chiqadi. Demak, A sharti uchun 918 ta degan javobni berishimiz kerak edi. B shartida nima so'ralgan? B shartida jami mikrosporalar urug'lar sonidan nechtaga ko'p deyapti. Jami mikrosporalar bizda 16x ga teng, demak 16x. Demak, hosil bo'lgan urug'lar soni spermiyalar sonidan 2 marta kam bo'ladi. Chunki ikkita spermiya bitta urug'ni hosil qiladi. Demak, bu bizda nima degani? 1,5x degani. Xo'p, shuning uchun bu yerga yozib qo'yamiz. 1,5x ta urug'. Bu 16x bu jami mikrospora edi. Bizda nechtaga ko'p deyapti. Demak, nechtaga farq qiladi degani. Bu shuning uchun 16 dan ayirishimiz mumkin. 1,5x ni ayiradigan bo'lsak, bizda demak 14,5x chiqadi. Aynan mana shuning qiymatini topmoqchi bo'lsak, 14,5 ni ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Demak, 102 ga bizda 1479 chiqadi. Demak, 1479 taga ko'p degan javobni berishimiz kerak bo'ladi.
C shartida esa dastlabki mikrosporatitlardagi xromosomalar soni. Ya'ni dastlabki deyilganda bizda jami mikrosporatitlardagi xromosomalarning sonini topish so'ralgan bu yerda. Demak, jami mikrosporatitni topib oladigan bo'lsak, bu bizda 10x ga teng edi. 10x ning qiymatini topmoqchi bo'lsak, 10 ni ko'paytiramiz 102 ga, chunki bitta x ning qiymati shunga teng edi. Bu bizda 1020 ga teng bo'ladi. Xromosoma sonini topmoqchi bo'lsak, mikrosporatitning to'plami 2 bo'lganligi uchun buni ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. 15 ga emas, 30 ga. 30 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bizning javobimiz 30600 chiqadi. Demak, 43-masalaning mana bu 3 ta sharti uchun xuddi shu ko'rinishda yechim qilsangiz, masala uchun ajratilgan maksimal ballni qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Shu bilan Kenjayev biologiya milliy sertifikat variantlar to'plamidagi birinchi variant yozma ish topshiriqlarining yechimi o'z nihoyasiga yetdi. Agarda video yechim orqali masalalarning tahliliga tushungan bo'lsangiz, video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosish orqali bizni qo'llab-quvvatlang.